Futbol faqat talant emas. Hozirgi paytda ko'p futbolchilar erta so'nishyapti. Sabablar ko'p, lekin eng asosiysi rejim, ya'ni intizom. Intizom nima? Intizom hamma narsa. Ovqatlanish, uyqu, mashg'ulot hammasida intizom bo'lishi kerak. Futbol 90 daqiqa maydonda yugurish emas, bu butun umrlik mehnat va mashaqqat. Professional futbolda intizomni ozgina nazoratdan chetda qoldirsangiz tamom bo'lasiz. Bunga oddiy misol Adriano. Inter va Braziliyaning mega yulduzi bo'lgan, ammo u otasining o'limidan keyin ichkilikka berilib ketdi, umuman rejimdan chiqib ketdi va tamom bo'ldi. Yosh avlodga juda ham yaxshi tanish bo'lgan Dele Alli Tottenhamning yulduzlaridan biri edi, ammo u ham psixologik sabablar tufayli mashg'ulotlarga layoqatsizlik qildi va sekin-asta yo'q bo'lib ketdi. Agar siz ham ushbu narsalarni o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq intizomni nazoratga oling, yo'qsa maqsadga erisha olmaysiz.